Karxanchilik büyük kesip 5. kısım. Mayun mahvatinglarning butkul insoniyatga, mamlakatimizga elib kelgan eng chong to'pisi nima? Albatta bularning eng oldidan biz biladigan Taobao, QQ, Undidar, Jufubao degandek har xil to'rlashgan mushu mahsulotlari. Endi buningdan keyin chiqqan bu to'rsiplarining hammasi mushlardan o'rnak kelib, mushlar pul tepib ketgachga mushlarning izdan menib taraqqiy qilgan. Shunaqa eng dastlab qilgan ishkisi mushu. Bulukma endi Mayunni bak bilamiz biz. Mayun ekranga to'l chiqqan bu xil dangliq natiq. Buning nutuqlarga mamnuniyat amroq poet turib ajoyib yaxshi so'zlaydi bu. Hamda bu yerda Mayun Taobao'dan iborat bir to'rsipsini mamlakatimizga akilib, butkul mamlakatning iste'mol saviyasini o'zgartiryapti. Hammamiz uyda o'tirib bir narsa yetib oldigan, uyda o'tirib bozor ayiradigan mushundaq bir holat shakllandi. Hozir ham do'yinlarda evatimizga, lekin bularning hammasi ulanmasi qarsak, ya'ni shularga uloqlab, ya'ni shu orqali shuning shaklini o'zgartdi. Hamma haq menda rasm ko'rib oldigan davrdan o'tdi, endi shipping ko'rib olsin deb o'zgardi xolos. Jufubao, Undidar chiqimdani qatorliqlar orqali bizning pul xarjlash usulimiz o'zgardi. Hozir asosan naqd pul ishlatmaymiz, naqd pul ko'tarib yurmaymiz. Shu telefon akiblar tetlik qilib qo'yamiz, tugaydi. Endi bu yerda Mayun bilan mahvatonning akagini yolg'iz mushu to'rsiplar orqali bizning turmush usulimiz o'zgartganligidir emas, balki bular internet ideyasi, internet tafakkurini ekeldi. Şular isbotlandı. Hammamiz shuning bilan his qildik. Hozir bugungi kunda kelgusiga bog'liq bo'ldi. Kelgusi savdo fursatlarini, kelgusidagi savdo natijalarini oldin his qilib mablag' saqlab bo'ladi. Mash ikkisining to'kisi orqali. Yeni insoniyat barpo bo'lib, hozirgacha dunyoda 4 qatimliq sanoat inqilobini boshdan kechirdik. Birinchi qatimliq sanoat inqilobi Yevropada o'r mashinasi, par mashinasining kashf qilinishi bilan mashinalashdik. Shunami? Mashinalash davriga qadam qo'ydi. Ikkinchi qatimliq sanoat inqilobi bo'lsa, tok va telefonning ijod qilinishi. Tok ijod qilingandan keyin butkul insoniyatga ajoyib zo'r qulaylik, ajoyib zo'r baxt o'ylab tasavvur qilsiz, shuningdek bir yangiliklar, ijodiyatlar keldi. Bugungi zamonimizda toksiz bir tasavvur qilib qo'yganlar, tok yo'q, tok degan narsa yo'q deb turibsak, nima ish qila olamiz, nima qilib bo'ladi. Uchinchi qatimliq sanoat inqilobi bo'lsa, to'r uchur davri. Ya'ni bulutni biz cho'ng'ilgan vaqtda anglagan hozirgan uchur davri deb. Tushunami? Endi shu vaqtni o'zida qarshi qilib uchur to'rlarmi ajoyib ko'pdi. Ya'ni bu davrda kimning egalliga uchuri eng ko'p, eng tez, eng sifatli bo'lsa, bozor shuning pulni shu topadi. Shuning uchun ajoyib to'r uchur omborlari qurilib ketgan. 4-qatimliq sanoat inqilobi, internet ideyasi, internet davri. Endi bu yerdagi Mayun mahvatinglar ingliz tilini pishiq. Endi bular shu vaqtning o'zida Yevropaga, Amerikaga berib shu chatallarni ko'rgan, shular bilan ko'rishgan. Shuning bilan shu yerdagi eng ilg'or to'r ideyalarini o'z ko'zi bilan ko'rib kelgan. Qarshi bular Amazondan iborat bir narsa, to'rdan bir narsa yetayotgan. Elqi Palpay, Jufubaning asli otisi. Shuningdek narsalarda to'r chiqimdani qilayotgan, Facebook o'xshash, Undidarga o'xshashning otisi paranglashayotgan, shuninglar to'xta, mana narsalarni biz akasak bo'g'dak. Yana 5 yildan keyin, 10 yildan keyin bizning mamlakatimizmi naq shundoq bo'g'dak degan. Lekin u vaqtda bularga nurg'unlar ishonmagan. Ishonmasmi bular joyliklar qilgan. Naq ularning degandek 5 yil, 10 yil qolmay bular eng chong boylarga aylangan. Bütün savdo prosentlari mushlarning bo'lib ketgan. Endi bizning rayonimizga nazar solsakmi, shu ishki Beijing, Shanxay, Guangzhou, Tianjin degandek yerlardagi narsalar 3 yil, 5 yil qolmay bizning rayonimizga kelib, shu to'r savdolari, savdo anjizlari, savdo usullari, har xil mahsulotlar mishada mo'dvatidi. Tushunami? Shuning uchun rayonimizda nurg'un yosh korxonchilar avval ishga o'lkalarga chiqib, shularnikini o'rganib ekyapti. Bularning hammasi shu Mayun bilan mahvatingning shu vaqtda qilgan internet ideyasi, internet tafakkurining mahsuli. Shuning orqali biz hammamiz ham mandaq bo'lib kelgan bir uqumga kelgan. Chunki ular shuningdan foydalanib katta boylar bo'la olganligi uchun hammamiz shulardan do'rayapmiz. Masalan, yana O'mchik polvonning kinosini hammaylar ko'rgan, eng dastlab O'mchik polvon. O'mchik polvon shu vaqtda maktabda tugagandan keyin nima ish qildi? Pisat ushuydi, vaymachdi. Tushunami? Demak, o'ylab qo'yganlar shuningdan keyin Meituan barliq keldi. Rayonimizda baray debba. Navadi müşahidki baraymi? Shu fursatni Meituandan burun bila olgan bo'lsa, shunchalik kuchi, shunchalik tavakkulchilik bo'lgan bo'lsa, chuqum butkul mamlakat Meituan emas, baray menish mumkinti. Shundami emasmi? Mana bu internet ideyasi, internet tafakkuri. Mayun mahvatinglarning ep kelgan yeni bir zo'r to'kisi mana shu. Bularmi dal korxonachi. Undaqda korxon ilmitlari zot nimalarni o'z ichiga oldi? Bu to'g'risida keyingi sonda bir tafsiliy, kasbiyroq bir paranglashimiz yoqtirgan do'stlar, go'njuk bo'lishni unutmanglar. Rahmat.